Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? O'zinglar tashamayapsiz, tashang. O'zinglar tashamay qo'ydingiz deganlarga mana talablarga. Ana buni oqlarni yangi olib kelganmiz. Bular yangi pis-pis haligi oq pis-pis deydi-ku. O'shandan bular. Bularni endi xudo xolasa katta qilib mana shu zotlar bilan chachishtirish niyat bor. Chachishganlar baribir katta bo'ladi deydi-yu. O'zgarib mana buni ular bir oylikdan o'tdi, mana shular bir oylikka bordi deydi. Enasi bu. O'sh beyda 39 tani shunaqa hozir bular. 20 ta bundaqa oqlardan, kattalardan 12 ta, qolganlari keyin shaydan qo'shilib katta bo'lib ketganlar. Bularni boqyapmiz, xudo xolasa. Dollarni beryapmiz, aralashtirib. Yeshyapti, tuxumlarni yeshyapti. Endi pishirib kelib qo'yganmiz tuxumlarni. Har kuni 5 ta 10 ta tuxum yeyishadi bular. Shu bozorda sotadigan 10 minglik tuxumni olib kelib, bu yerga otibmiz bularga mana. Zo'r o'zgarish xolos. Yana bundan yoshlari ham bor, ularni ham ko'rsatamiz.